Shu yerdan Dubay deyiladi. Dubay deganda ko'pchilik arab shular ko'zini oldiga keladi, lekin yo'q. Dubayda arablarda toza arablarni uchratish juda ham qiyin. Bu yerda Pokiston, Indiya, Afrikans shunaqa millatlarni uchratishingiz 100% aniq. Kelsangiz Hindistonga kelib qoldimmi deyaverasiz. Rostmi? Shu Dubayda o'zi emas, endi Dubayda Sharja degan bitta shaharcha. Shunaqa gaplar. Ko'chalarni qarang, odamlarni ko'rsangiz, havo ham anchasi. Bu yerga Rostmona ishlayman deb kelgan odam qiylanadi. Bu yerda ish yo'q. Realniy ish yo'q, ishoning. İşsizlar ko'p. İşsizlarda oldiga kelib ishlash bu juda ham qiyin. Men o'zim hozir Dubayda bo'ladigan bo'lsam, o'zim ishlagim kelmayapti. Nimaga ishlagim kelmayapti? Chunki hunarimni orttirgim kelmayapti. Bundan ko'ra ishlamasdan kishi aylanib ketganim yaxshi. Shunaqa gaplar. Meni o'zimning fikrim shu. Bunaqa joyda hunarimni har qilib oddiy servisda mashinalar polniy hammasi garaj. Bunaqa joyda ishlaganimda to'g'ri zo'r servislar ham bor, hali to'g'ri kelgan yo'q, xudo xolasa istaymiz. Agar to'g'ri kelsa zo'r servisda, agar servis to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, oddiy servisda hech qachon ishlamayman. Chunki ishlash tarzim, ishlash uslubim, u to'laydigan, menga to'laydigan puli menga umuman to'g'ri kelmaydi. Och qolsang ishlaysan deyishinglar mumkin. Xudo xolasa Allohning aytgani bo'ladi. Lekin ungacha strafovkam bilan yuribman. Shunaqa gaplar ekan. Mana Dubai. Bizdan qo'rqib, ikkita ham yo'q bo'ladi. Siz motoristmisiz, elektrikmisiz, quruvchimisiz? Fikringizni o'zgartiring agar sizning fikringiz Dubayga kelish bo'ladigan bo'lsa, o'zgartiring. Rehtovkachi faqat, yana aytaman, bu yerda faqat rehtovkachi yaxshi pul topishi mumkin. Unda ham u yaxshi servisga, yaxshi joyga keladigan bo'lsa, agar yaxshi joyga tushib qoladigan bo'lsa, bu yerda hech kim birovdan aldamaydi. Ish haqi, oyligingiz vaqtida olasiz. Aytilgan summa. Lekin siz yaxshi joyga joylasha olmaydigan bo'lsangiz, unda yaxshi muammo. Bunda u ancha katta muammo. Ishsiz, bu yerda tanishingiz tuzish juda ham qiyin, juda ham katta pul. Psixologik niyat tomonidan ham ancha siqilasiz. Bunga men o'zim 100% javob beraman. Shunaqa gaplar. Servis, sotuv, balon sotadi bu yerda. Largo balonlari deydi-ku. Bu yerda ham shunaqa largo balonlari bor. Uni qarang. Olgan joydan o'tib, brat o'tiribdi. Bratlar baylaymasdan endi eng so'zi. Ular hammasi Pokiston, Hindistonliklar. Shuning uchun bilmadim, unaqa zo'r sharoitda bu yerda ishlash qiyin. Imенно Sharjada yaxshi zo'r o'rnashib olganlar bor, zo'rmas, yaxshi servislar bor. Lekin aksariyati shunaqa ko'chalar. Hozir o'ylang, 30 gradus kechki salqinda 30 gradus issiq bo'lgan. Endi kunduzi 35-40 gradus issiq bo'lishi aniq. 35-40 gradusda ishlashda endi o'ylang. Ventilator qo'yib oladi-da, lekin ventilatordan urayotgan havo ham ancha issiq bo'ladi. Bu yerda yana aksiya mashina sotilyapti. Dubayda faqat mashina biznesi. Pulingiz bormida keling, mashina sohasida tushunadigan odamlar shu yerda shu biznes qilsangiz bo'laveradi. Oshxona biznesi, boshqa biznes, unaqa bizneslarda men shaxsan o'zim tavsiya qilmayman. Qani mashinadan oling. Shu yur bolam. Shunaqa gaplar. O'lmasak ko'ramiz deydi, xudo xolasa. Sekin kiryapti. Auksion bozorlarida sekin aylanyapmiz, uchun ko'chada yuribmiz.
احتياط السنة اللي مواصفات 6 سلندر شاشة رنجات